Assalomu alaykum mehr quyosh tafidek issiq kuzatuvchilar, bormisiz, omonmisiz? Uzoq vaqt qayerdan kuzatuv tayyorlasam ekan deb ko'p o'yladim. Oxiri Chig'atoy ovqat bozoriga keldim. Chig'atoyda sizni xush ko'rdik. Xalq orasida Chig'atoy darvozasi nomi bilan mashhur bo'lgan hudud qadimda Toshkentga kirishning 12 darvozasidan biri hisoblangan. Ushbu darvoza muhofazasi o'zbeklar tarkibiga kirgan Chig'atoy urug'i vakillari zimmasida bo'lgan. Ushbu urug' vakillari shu darvoza atrofida yashagan, keyinchalik ushbu yerlarga Chig'atoy mahallasi nomi berilgan. Mahalliy aholining fikricha, darvoza shaharning shimoli-g'arbiy qismida joylashgan va tashrif buyuruvchilar soni ko'p bo'lgan. Bu keyinchalik Chig'atoy ovqat bozorining shakllanishiga sababchi bo'lgan. Hududda odamlar ko'p to'plangan, savdo-sotiq rivojlangan joy bo'lgan bois Chig'atoy ovqat bozori paydo bo'lgan. Toshkentning asl taomlari ana shu yerda sotiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chig'atoy ovqat bozori nimasi bilan mashhur? Naq 40 yildan beri bu yerda Matluba opa no'xat cho'rak qilar ekanlar. Tasavvur qilyapsizmi? 40 yil. Bugun ular bilan suhbat qilamiz. Ana bo'lmasam 60 yil. Assalomu alaykum. Alaykum assalom bolajonim. Charchamayapsizmi? Rahmat. Sizni mashhurligingizni eshitib biz keldik. Rahmat. 40 yildan mana o'zingiz aytyapsiz, 60 yildan beri. 60 yil bo'lyapti mana. Chetga chiqqanimga. Mana shu milliy taomlar o'zbegimmi? Mana no'xat sho'rak, xasib, mastava, moshxo'rdi, kalla pochalar, mana qazi qartalarni hammasini o'zim uyda tayyorlayman kelinlar bilan. Bolam, milliy taomlar bular. Aha, no'xat sho'rak bunchalik mashhurligiga sabab nimada? Bu qo'lda mehr. Mehr berish kerak. Ovqatni shirin bo'lishiga mehr berish kerak. Undan boshqa siri bormi? Yo'q, siri yo'q. Hammasi shu mehrda. Hammasi qo'lda, mehnatda. Qozonga birinchi nima solamiz? Mehr solasiz. Asalom mehr. O'zbegim hammasi mana shu Chig'atoyga ovqatlangani keladi. Ovqatlariga gap yo'q. Odamlari ham zo'r. Sotuvchilari ham hammasi bir-biridan yaxshi. Pazanda ayollar. Bu kasbingizni, bu sohani davom ettirayotgan avlodlaringiz bormi? Shogirdlaringiz yoki farzandlaringiz? Xudo xolasa kelinlarim bor, mana singllarim bor. Bizadan keyin chiqadigan avlodlar ko'p bolam. Faqat qo'l boshqa. Adamiz oshpoz bo'lganlar. Mana hozir ukalarim ham hammasi oshpoz. Bitta singlim shaharda osh sotadi. Bizning avlodimiz hammasi oshpoz. Shuning uchun bunga mehr qo'yib qilamiz bolam. Mana buni yeb ko'ring. Mana milliy taomga no'xat sho'rak juda umuman boshqacha bo'ladi. Mana hasblarimiz, moshxo'rdilar, kalla pochalar, mana norillar, mana qarang, chiroyligini qarang. Mana asalom. Mana bunda mehr bor. Bolajonim, mana. Ko'rdingizmi? No'xat sho'ragimiz qancha vaqtda tayyor bo'ladi? Soat 8 soat pishadi. Bu kech pishadigan narsa-da bolajonim. Buni dimlab qo'yasiz. Hamma narsasi tuzlangan, ziralangan bo'ladi. Mana hasbimiz ham rosa zo'r, pokiza. O'shaning uchun odamlar mashinga keladi bolajonim. Hamma yerda ham ovqat bor. Faqat mehr kerak bunga bolajonim. Mehr bilan qilsangiz, hamma narsa o'xshaydi. Soat 3 da ochilar ekan. Mana soat 3 da kelaman. Buni tayyorlash uchun siz nechida kelib? Mana hozir bu uyga borib, mashinaga tayyorgarlik qilamiz. Kechgacha kelinlar bilan tayyorgarlik qilamiz bolam. Mana asalim, mana hasblar. Ana. Ko'rdingizmi? Mana biz soat 3 da kelsak, 4 gacha ham bo'lamiz. Gohida 5 gacha ham. Kechgacha ham bo'ladi. Boshqa odamlar ham chiqadi. Endi bozor hammaniki bolam. Bu mehnatlar oson mehnat emas. Mana uyqulardan voz kechasiz, bolajonim. Vaqt kelsa o'zingizga ham qara olmaysiz. Mana shu endi bolalarni qiynalmasin deysiz. O'rgangan mehnatlarimiz bolam. Yaxshi ham shu bozorlar bor ekan. Hech kimdan kam qilmay shu bolalarni katta qilib joy-joyga qo'ydik bolajonim. Mana 20 ta navara, 11 ta avara bolajonim, 5 ta kelin, kuyovlar hammasi bir-biridan yaxshi. Bu navaralarni hammasini o'qimishli qilganman bolajonim. Hammasi
joyini topib o'ylanib uzatilib ketishgan. Shularga yordam bo'lsin deb mana shu ishga o'rganganman bolam. O'zizga yoqadimi? Ha? Charchab qolmaysizmi? Yo'q, men yaxshi ko'raman mehnatni. Mana shu oziq-ovqatlarni chiroyli bo'lishini, odamlarni yaxshi ko'raman. Meni ham hamma yaxshi ko'radi. Mana 60 yildan beri mana shu bozorda ishlayapsiz, mehnat qilyapsiz. Hech afsuslangan vaqtingiz bo'lganmi? Yo'q. Nega afsuslanaman? Bolajonim, erkak kishilarni gohida ishi bo'lmaydi, gohida qiynalib qoladi. Mana shularni ko'ziga qarab, ma'yuslikni sezmaygin deyman. Onaman-ku axir. Shularga yordam bo'lsin deyman. Navaralarga yordam bo'lsin deyman bolajonim. Kam ko'zsiz yashashsin. Mana zamonamizda hamma o'qishlar ochilgan, o'qisin, davlatimizga yordami tegsin deyman bolam. Uyda o'tirma qilaman bolajonim. Ayajon, Xo'p. 60 yildan beri tayyorlayotgan no'xat sho'ragingizdan bizga ham Albatta nasib. beraman, albatta. O'tiringlar jonim, asallarim. O'tiringlar. Shu yerni o'zida siz yana Siz beraman. Bo'ldi jonim, bo'ldi. Naq 60 yildan beri no'xat sho'rak tayyorlayotgan Matlubayamizdan bugun qo'llaridan no'xat Albatta, sho'rakni albatta. yonlarida tatib ko'ramiz. Albatta. Birinchi marta chet eldan kelgan no'xat sho'rakni tatib ko'rayotgan odamlarni Voy, emotsiyasi qanaqa bo'lgan? bularchi mana Amerikada, mana biza mana necha yil oldin, 10 yil oldin mana shu yerga Karimov kelganlar poshoyimiz. Aha. O'shanga rasmda tushganman billa. Qo'limdan yeganlar, no'xat yeganlar, hasib yeganlar. O'shanda Matlubaxon, mana shu bozor sizlar uchun Qizil kitobga kirildi deb so'z berganlar. Oho. Men o'shanga mana gazetalari bor chiqqan. Yo'q, Gazetalar, jurnallari bor. Ancha mashhur ekansiz. O'shaning uchun bolajonim. Mana hamma taniydi bolam. Buni ko'rinishida ishtaha ochib ketyapti. Qani yuring. Qani o'tiringlar. Juda chiroyli, men qarang mana. Mana men moshxo'rdani erkaklarimiz ichadigan choyxonadagi moshxo'rdalar mana. Asalim, o'stinba, dumba go'shtli. Mana bu xash bolajonim, mana. Mana qarang, mana men qarang. Butun kolagen. Mana ayollarimizga, erkaklarimizga, suyaklarga mana bu kalla pocha faqat til, oyoq, mana qarang, qanaqa chiroyli. Mana bularda qazi qartalar bolajonim, mana o'zimiz damashniy hammasi. Toshkentning yana bir milliy taomlaridan biri bu norin. Bizda Xorazmda norin yo'q, lekin Toshkentning eng sevimli ovqatlaridan biri. Bugun 33 yildan beri norin tayyorlayotgan Madina opani suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Xush Kelibsiz. Salomat bo'ling. Madina opa 33 yildan beri norin tayyorlaysizmi? Biza birinchi men Chig'atoyga kelganimda bizani ustozlarimiz bo'lgan, Saodat opam bo'lganlar, Alloh rahmat qilgur, Natasha opamlar, Suraya opamgilar, Hurmat opamgilar. Shulardan o'rganganman seni. Mana shu yerda 21 yoshimda kelganman. Mana 54 ga kirdim. Mana 33 yil bo'ldi. Xudoga shukr, yomon bo'lmadik. Mana bu o'zbek milliy taomi norin o'zi. Bizani O'zbekistonda qayerga borsangiz milliy taom norin birinchi tortiladi, chiroyli qilib. Norin bo'lmasa, voy norin yo'q deb ana qilishadi. O'shaning uchun bu birinchi o'rinda turadigan milliy taom. Norinni tayyorlash ham qiyin, uni saqlash ham qiyin, to'g'rimi? Ayniqsa yoz kunlari. To'ppa-to'g'ri. Qanday saqlanadi? Biza xamirni alohida, go'shtini alohida to'rab, xolodilnikka qo'yamiz. Klientlar kelganda yozda siras qor beramiz. Buni xolodilnikda saqlaymiz. Mana bunaqa paytda endi bu aynimaydi. Hozir sveji kelinadi, ana qilinadi, to'raladi. Aynimaydi. Endi bilasiz, Chig'atoy darvoza butun hamma yoqqa taniqli bo'lgan. Hamma klientlarimiz o'zimizning jigarlarimizdek bo'lib ketgan. Ularga har doim biz sveji narsa tayyorlab berishga harakat qilamiz. Odam ko'p keladimi? Bir kunda qancha norin tayyorlanadi? Endi har xil. Qaysi paytdadir 10 kilo ketadi, qaysi paytda 20 kilo, 30 kilo. Yangi yil paytlarida misol uchun 200 kilolab, 300 kilolab sotamiz yangi yilda, bayramda. Zakaz bilan beramiz. O'sha 20-30 kilo o'zingiz tayyorlaysizmi yoki shogirdlaringiz bormi yo kelinlar? Kelinlar, qizlar, opalarimiz. Endi hamma narsa o'zimizga bo'lmasin-da. Endi hammaga bo'lish kerak. Hamma ham tirikchilik qilish kerak. O'shaning uchun hammamiz birgalashib qilamiz. Bu yerda hamma mehr oqibatli. Hammamiz bir-birimizga jigarli bo'lib ketganmiz.
birimiz qosh, birimiz ko'z bo'lib ketganmiz. Ana. Topam shashlichi bo'lgan. Topam norinchi bo'lgan. O'shalar orqali kirib kelganman. Madina opa, narxlarni ham bitta aytib o'tib ketsangiz. Narxlari o'zi qarang. Norinimiz kilosi 120 ming. Ko'rsasi 40 ming. Qazisi bilan 50 ming qilib beramiz. 50 mingga qorningiz to'yadi, mazza qilib kuchga to'lib, quvvatga to'lib yurasiz, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ana. To'ppa-to'g'ri seni. Kelinglar. Qarindosh urug'lar yetinglar. Begona qilishmasin. Bu yerda har doim svejiy norin bo'ladi. Qani bir tatib ko'ring-chi. Mana vilkamiz asalim. Rahmat kattakon. Buni ko'rinishini qarang, ko'rinishini. Shundoq meni ye deb turibdi. Bismillah. Neden mazza? Xorazmcha gapirib turardi-yu bu Madina opa. Osh bo'lsa. Juda ham shunday. Osh bo'lsa? Zo'r. Chig'atoyga kelib, albatta Madina opaning norini yemasdan ketmanglar. Agar siz Chig'atoy bozoriga kelib xonim yemasdan ketsangiz, qattiq adashasiz. Chunki bu yerda yillar davomida xonim tayyorlayotgan avlodlar bor. Ulardan biri Saida opa. Assalomu alaykum Saida opa. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Necha yildan beri xonim tayyorlaysiz? 32 yildan oshdi-da. 32 yildan o'tdi. Necha yoshingizda boshlagansiz? 27 yoshmidim, shunaqa edi. 27 paytlarda Aha. xonim qilib bozorga chiqqanmiz. Shu yoqqan odamlarga sotganimizdan keyin xursand bo'lib yana qilaverganmiz. Shunaqa qilib mana xonimcha bo'lib ketdik. Ustozingiz, birinchi ustozingiz kim bo'lgan? Kimdan o'rgangansiz? Qo'shni o'rtog'im bor edi, kelin. O'sha kelin ular xonim qilishardi, qaynona kelindek. O'shalarga aytganman. Menga ham o'rgating deb. Keyin chiqib o'rgatganlar. Birinchi Chorsu bozoriga olib chiqib sotganmiz. Chorsu bozorda sotib birinchi kun xursand bo'lib kelganmiz. Keyin ertasiga yana tushganmiz. Shu etni xonimchilar keyin bizdan haydagan. Etni o'zini xonimchilari-da. Ajratishganmi? Keyin qaynonam Alloh rahmatiga olsin, bu yerda tirikchilik qilardilar. Keyin ularga aytganman, xonim olib chiqib oldingizga deb. Xo'jayinim yo'q deganlar, chiqmaysan Chig'atoyga deganlar. Keyin qaynonam Alloh rahmatiga olsin, chiqib ko'ring, erizishga jo'natingda chiqib ko'ring yonimga deganlar. Keyin tog'oraga pishirib olib chiqib sotganman. Oldilarida, yonlarida turib. 6 ta 7 ta xonimchalar bo'lardi o'sha paytda. Keyin xonimchilarning o'zi bir ovozdan menikini nomerading qilib berishgan. Xolalar o'tib ketishdi xonimchilar. Mana shuncha yildan beri ish qilmayli, alhamdulillah. Allohga shukr. Shunaqa halol mehnatlarimiz bilan Xonim tayyorlashdagi eng qiyin jarayon nimada? xonim tayyorlashdagi eng qiyin jarayon emas, buni sotish eng qiyin. Nega? Endi tayyorlash ovqat tayyorlagandek gapda, masalan. Ovqat qilasiz, xamir ovqat qilasiz, masalan. Uni keyin olib kelib, bu yerda ko'pchilikka yoqadigan qilib, sotib, birovlar muomalasida rahmatini eshitasiz. Yana bir xil xafa ham qilib ketishadi. Sotishi qiyin deyman. Mehnat mayli, alhamdulillah, Alloh qodir qilgan ekan, shukrlarga. Shu mehnatlarimiz bilan yaxshi, o'sha 30 yildan beri keladigan hali ham o'sha klientlarim bor. Har doim kelib sizdan xonim yemasdan ketmaydi, to'g'rimi? Yeydi, olib ketadi. O'sha ularni pokoleniyasi, avlod nevaralari kelishadi. Dodam olib ketardilar sizdan deb. Shunaqa. Sizlar ham yeylar. Xonimlarim, ko'ringlar mana. Bu xonimni biz Chorsuda reportaj tayyorlaganimizda u yerdagi xonimning shakli boshqacha edi. Yo'q, Chorsuda bunaqa xonim yo'q. O'sha Chorsu bozorida ovqatchilar ham chiqib olib ketib yeyishadi. Yo'q. Bitta tugma xonim, mantiga o'xshagandek. Buni ko'rpacha xonim deyshadi, klientlarim o'zi ot qo'yib olishgan. Metrajniy xonim deyshadi, poyandoz xonim deyshadi, har nima deyshadi. Narx qanchadan buni Saida opa?
Bu narxi 15 ming, kelishtirib beramiz. Unaqa ali nima deydi? Aytgan narximizga sotmaymiz, bozor-u baribir. Ovqatni kelishtirib berishni birinchi eshitishi. Yo, kelishtirib beriladi, savdo qilganda. Mana qaynoqqina, mana tomatlarini ham mana issiq qilib mana kelgan xaridorlarga manzur bo'ladigan darajada mana piyoz, garim dorilari, xonimlar zo'r, xudo xolisa. Ishni nechida boshlaysiz? Eshitdik, bu 3 dan ochilar ekan bozor. Bozor 3 dan ochiladi. Uyda 1-1.5dan turib pishirishadi bolalarim. Pishirganini olib kelaveraman, men ketidan yana davom ettirib olib tushib berishadi. Qarashadi, o'g'lim qarashadi, mana bu bolam qarashadi. Sotishlarga qarashadi, pishirishlarga qarashadi. Assalomu alaykum. Necha yildan beri ishlayapsiz shunda? Aqlimni taniganimdan beri dedingiz. Esimni taniganimdan beri shu yerdaman. 5 yoshimdan, 4 yoshimdan beri shu yerdaman. Maktabda katta bo'lganman. Maktab tugagandan bozorga qarab yugurganmisiz? Shunaqa. Mana xonimlarni qarang, mana shu yerdaman. Ismim Abdulloh, bemalol. Mana xonimni ko'rasizmi opa? Ana. Xonimni o'zingiz tayyorlaysizmi yoki sotishda ishtirok etasizmi? Asosan. O'zim zagadovkasini polni o'zim tayyorlab beraman bu xonimni. Sotishda o'zimman. Sotishda. Xamir yoyishni opamlar qiladilar. Tayyorlashda o'zingiz. Tayyorlashda o'zim. Xonimlar rastasida Donali xonim ham bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ezopa hormang. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ko'rpacha xonimdan Donali xonimning farqi nimada? Ha, bu xonimimiz asl bozor xonimi. Bu donabay, kartoshkali, donalab yoyilishi bilan farqlanadi. Donalab yoyiladi bu xonim. Qaynanam qilganlar, mana qaynanam chiqqanlariga bir men hozir chiqayotganimga bir 15 yil bo'lyapti. Qaynanam shunda 40 yillik xonimda bu. Qaynanamdan keyin, mana bolalarim sekin katta bo'lgandan keyin o'zim yo'lga tushirdim. Ojonim qo'llaridan olib, o'zim qilib, mana sotyapman, Xudoga shukr. Halol mehnat bilan mana o'g'il uylantiryapman, qiz chiqardim. Shu xonim orqasidan hammasi shular mehnat orqasidan-da. Qaynanangiz birinchi demak xonim qilish bo'yicha birinchi ustoz ekan. Ha, qaynanam ustozim. Chig'atoy bozorida somsani boshqacha turini ko'rdim. Qo'llarimga perchatkalar kiyib mana. Buni ajoyibligini qarang. Buni ichi qovoqli ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling Sina. Nargiz opa, buni o'rtasi qovoqli, usti qiymalimi shunda? Aha. Ajoyib. Mazza qilib Qanday yeydigan. tugiladi bu? Bu ustiga qo'yiladi qiymasi, ichi qovoq bo'ladi. Ana. Assalomu alaykum. Keling. Qovoq somsa olasizmi? Sotuvchi kerak emasmi? Bu haqida ozgina ma'lumot bering, somsalar haqida. Nechta turdagi somsa qilinadi? Bu rastani qarang chiroyliligini, ishtaha ocharligini. Qarang, bu bir qavatli ko'k somsa, bu qovoq somsa, bir qavatli bular hammasi yupqachilikli. Bu yupqa. Bilinchigimiz bor. Bu usti qiymali qovoq somsa bor. Oddiy o'zimiz ham piyozdoli qovoq somsa. Qadimgi somsalarda bular. O'zi Chig'atoydan chiqqanda bular hammasi birinchi bo'lib Chig'atoy darvozadan chiqqan. Qadimgi somsalar. Shu aytdim, boshqa joyda bunaqa somsa ko'rmaganman deb. Eng ko'p qaysi somsaga xaridor ko'p so'rashadi? Mana shu yalang somsalardan ko'k somsa, qovoq somsa, qishin yozin ketadiganlari hammasi shular. Bular sezoni ham yo'q, kun issiqda ham ketadi, suvida ham yaxshi ketadi. Ham sovuq ovqat hisoblanadi, sovug'ida ham mazali bo'ladi bu. Issiqdan ko'ra suvida yeyish kerak. Yo'q. Maza qilib yeyiladi. Ana. Siz mana bittasini yeb ko'ring, qiymaligidan ham, qiymasizidan ham yeb ko'ring. Ikkalasini ham mazasi o'zgacha. Bemalol yuring. Buni o'rtasi qovoq, usti qiyma, bizda qovoqni kada deydi. Kadili, ijolli somsani tatib ko'ramiz. Bismillah. Kombinatsiya juda ham ajoyib. Ijon bilan kadini ta'mi bor-ku. Dahshat.
Juda ham shirin Endi ekan. bunisidan ham yeb ko'ring. Mana ko'k somsamdan yeb ko'ring. Yupqa xamirli mana qarang. Bu tegi bilan yupqa. Ana. Mana Bu shundan ham ham yeb- dietishniy ovqat hisoblanadi, Aha, to'g'rimi? Dieta qilayotganlar hammasi mana shuni olib yeydi. Chunki ham drojasi-yu, yupqa xamir oddiy xamir bo'ladi. Faqat salatli yog' ishlatiladi. Necha yildan beri ishlaysiz Nargiz opa? Men 14 yil bo'ldi. Aha. Mani onamlar ishlaganlar, keyin men kelganman yosh kelinlik paytimda. 14 yil bo'ldi, xudo xolasa. Nargiz opa, ko'k somsani qishni topsak bo'ladimi? Topsangiz bo'ladi. Aytyapman-ku, sezoni yo'q bu somsalar. Qishda ham, yozda ham bo'ladi. Qishda Hozir mana parniklarimiz bor. O'stirib olib kelishadi. Parkentda odamlarimiz bor, jo'natishadi. Ko'klarini pokiza qilib, yuvib ishlatamiz. mana bu nonlarning turini ko'pligini qarang. Saodatjon opa, bu yerda nechta turdagi non bor? 5 xil turdagi nonlarimiz bor singiljonim. Qaysilar? Bu sariyoli patir, bu yong'oq magizli patir, bu yong'oqli patir. Mana bu oqyo pechenli patir mana bularimiz. Mana bunimiz go'shtli nonlarimiz bor. Mana go'shtli nonlarimiz bor. O'z-o'za qilamiz. Go'shtli nonlar quyi go'shtiga bo'lgan. 15 zo'r go'shtli nonlar. Aha, 15-20 kungacha svejida turar ekan, to'g'rimi? Bir oy ham turadi bunda patirlarim. oygacha? Bir oygacha turadi. Chet elga olib ketishadi bu patirlarimizni. Olib sotarlarga bermaymiz. O'z-o'za qilamiz, o'zimizda yopib olib chiqamiz. Yo'q, O'zim o'zingiz sotaman, xo'jayinim, bolalarim yopadi. Aha. Qiziq, ana. O'zimizda tadbirkor Navoiy biza. Bitta narxlarini aytib o'tsangiz, keyin biz o'sha eshitishimiz bo'yicha nonvoyxonangiz mana shu yerda ekan, to'g'rimi? Mana bu yong'oq magizli patirlarimiz 25 mingdan. Mana bu sariyoli patirlarimiz 20 mingdan. Go'shtli nonlarimiz 35 mingdan. Bu yong'oqli patirlarimiz 30 mingdan, bu yong'oqni o'zi. Ama pechenli patirlarimiz ham 25 mingdan. Hammasi o'ziga qarab, o'z yog'iga qarab, masallig'iga qarab sotamiz. Juda ham ajoyib. Yaxshi patirlar. Anaqani aytib berasizda, men faqat sotuvchi emasman deb o'shani aytib bering. Keyin Men sotuvchi emasman, o'zim Navoiyman. aha, o'zingiz nonvoysiz. Nonni qayerda yopasizlar? Navoiyxona Nonvoyxona uzoqmi? men olib kiraman. Mana shundoq bir qadam Navoiyxonamiz. Ana bo'lmasa, olib kiraman Navoiyxonamizga. Rastdan oldida ekan-da. Rastdan oldida shundoq. Bitta aylantirib chiqasin bizani. Yuring. Tayyorini issiq-issig'ida o'sha rastaga qo'yilar ekanda. Tandiri ham bor, mana shu yerda nonlarimiz. O'sha mashhur nonlar mana shunaqa joylarda yopilar ekan. Qaysi payt yopiladi nonlar? Ertalab. Ertalab yopiladi. Bitta partiya yopiladi. Keyin shunda rastaga qo'yiladi, to'g'rimi? Nechta non yopiladi? 2 qop, 3 qop qilamiz. 2 qop, 3 qop. Nechta non chiqadi undan? Bitta qopimizda mana shu katta patirni 80 tadan tushadi. Oho. Kuniga o'sha hamma nonlar yopilgan nonlar sotiladimi? Sotiladi, sotiladi. Keladi klientlarimiz bor. Keladi, Soda tepani patirsa yarim toshkent biladi. Kechasi birdan bolalar turib, birdan harakat qilamiz. Soat 1dan kechasi. Siz bu yerda yopib berasizmi yoki tayyorlab berasizmi? Xo'jayinim yopadilar, men tayyorlab yordamlashaman bolalarga. Ha, anaqada rastada Olib o'zingiz. chiqib sotaman. Saodatjon opani patirlari, nonlari desanglar, hamma biladi, Chig'atoy bozorida kelaverasizlar. Bolalarim tayyorlaydi asosan, o'g'illarim yopadi bu nonni. Bolalarim kichkinaligidan shu novvoychilik bilan shug'ullanamiz. Undan oldin xo'jayinim shug'ullanganlar bolalarim yoshligida. O'g'illarim katta bo'lib, keyin o'zligi yopadigan bo'lib ketishdi. Qo'lingizdan hunaringizni olishdi. Ha, olishdi. Siz faqat bu yerda Men hozir sotib- faqat sotib o'tiraman. Asosan to'ylarda ishlatiladi bu patirlarimiz. Aha. Hattoki to'ylarga ham buyurtma qilinadi. Buyurtma qilinadi. Bu yerda nechta turdagi non bor? Mana bunaqa sariyoli nonlarimiz bor. Keyin patirlarimizni 2-3 xili bor. Yong'oqli, jizali, oddiy qilib qilinadi. Mana buni go'zalligini qarang. Bunda nimalar bor? Bunda yong'oq magiz bor. Sariyoli Yong'oq magiz. xamirga yong'oq magiz bor. Aha. Bunda jizza o'rashgan Aha. oddiy patirlarga. Nechidan bozorga chiqishni boshlaysiz? Ertalab tongdan chiqiladi, 5-6 dan patirlar bo'ladi Chig'atoyda. Asosan kech payt hozir 24 soat
har doim patir bor. Kechasi ham, kunduzi ham yetkazib, navbat patir qilinadi bizani bozorda. Bizani bozorimiz shu nonlarini xili ko'pligi bilan mashhur asosan. Ha, har xil turdagi nonlarni xil ko'ryapmiz turlar. hozir bu yerda. Shu non qilish jarayoni mana shu umuman bu biznesda bo'ldi, yig'ishtiraman degan vaqt bo'lganmi? Yo'q, bu kasbda zerikish bo'lmaydi. Chunki yaxshi ko'ramiz. Shuni orqasidan bola chaqa boqdik, to'ylar qildik, uylar oldik. Bu hunar juda barakali hunar. Ancha-muncha odam ham yopadigan, ham sotadigan, hammani boqadi bu hunar. Qadimdan Chig'atoy bozoriga kelganlar patirsiz va qaymoqsiz ketmaydi. Bu yerni qaymoqlari juda ham mashhur. Buni bilganlar biladi. Ulardan birini Saida opa o'zlari tayyorlaydi. To'g'rimi? Assalomu alaykum. O'zim qilmayman, kelinlar qiladi, separat qilib berishadi. Fermadan sut olinadi. Oldin o'zimiz qilardik, uyda boqardik. Dalalar bor edi, rosti. Hozir dalalarni sotib yuborishgan, mol boqishga joy ham yo'q. Uyda qiyin, sigirlarni kelinlar sog'maydi hozirgilar. Zamonaviy kelinlar. Zamonaviy kelinlar. Oldin o'zingiz shunday sigirlarni ham o'zim sog'ardim. Dalaga ham borardim o'zim olib kelardim, bozorga ham o'zim kelar edim. Unda temir xotin bo'lganmiz shekilli. Mashhurligini siri nimada Chig'atoyning qaymoqlarini? Endi bizda xaltura qaymoq bo'lmaydi-da. Mana hozir hali zamonlar rivojlanib ketib, soxta qaymoqlar, nimalardandir qaymoqlar ishlab chiqarishyapti deyishadi. Bizda faqat o'zi fermanikini olinadi, o'sha fermaning sutidan qilingan mahsulotlar sotiladi. Tvorog, suzma, hammasi tabiiy qilib kelinadi. Mana bu durdalarni ham o'zimiz mana shu qolgan qaymoqlarni astatgani durda pishiramiz. Sut o'zi sut bilan qaymoqni solamiz, durda bo'ladi. Unaqa har xil narsa qo'shib yo tvorog qo'shib pishirilmaydi bular. Tabiiyligicha pishiriladi. Necha yildan beri bozorga chiqasiz? Necha yildan beri shu sohadasiz? Kamida o'zi 47 yil bo'lgan bo'lsa, 40 yildan beri pashti bozorda. Endi bu yerda ham ishlayotganmiz, dehqonchilik qilib, boshqa bozorlarda qo'l meva, shaftoli zorida hovlimiz, ularni sotganmiz. 4 gektarlab yer ekib, ularni sotganmiz. Endi men o'zi shahardan tushganman dalaga. Lekin qilganmiz. Hayot shunaqa ekan deb. O'zga yoqadimi? Charchab qolmaysizmi? Endi charchagan paytda charchaysiz. Qachon? Qachonki asabingiz buzilsagina charchaysiz. Lekin qilgan odam baribir qilgisi kelaveradi. Bo'lmasa menga ham chiqmaylar deydi. Mana 5 ta qiz uzatdim, kelin oldim. Chiqmaylar deydi. Qo'ying endi deyshadi. Ha, chiqmay, sizga nima zaril deydi. Men bu yerga kelsam hammani ko'raman, gaplashaman, ozgina o'zimni xarajatimni ko'tara olayman. Xudoga shukr yurib turibman-ku. Yurib turibman. Shu yerda dugonalaringiz bilan chaqchaqlashib, hammadan axborotlar eshitasiz, bu yerda yangiliklarni ko'rasiz, nimalardir. Endi biz uyda ham tirikchiligimiz bor, pishirib magazinga chiqaramiz. Uni ham yarmini o'zim pishiraman, 20 doylarni o'zim pishiraman. Kelin pishiradi, qizim pishiradi. 25 yildan beri uni ham qilamiz, uni ham qo'yib yubormaymiz. Tirikchilik harakat qilsa-chi hamma narsa bo'ladi. Faqat harakat qilish kerak. Harakat qilsang baraka bor. Aytadi, qo'ling qimillasa, og'zing qimillaydi deb buvim shunaqa derdilar. Qo'lingiz qimillasa, og'zingiz qimillaydi. Chig'atoy ovqat bozorida bir ovqat tugashidan izidan yana bittasi shunday tayyor turadi. Mana bu yerda xonimni o'z qo'llari bilan yoyadigan, tayyorlaydigan akani ko'ryapmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Charchamayapsizmi? Haqiqatdan o'zingiz yoyasizmi xamirlarini? Ha, faqat yoymayman, qoraman ham o'zim. Yo'q, Ha, kartochka bor-ku, o'shanisini ham o'zim artaman. Mana shu xonim undan to mana shunaqa yeydigan bo'lgungacha ham o'zim ayolim bilan qilaman buni. Ustozingiz kim shunda birinchi? Mana ustozim, birinchisi ham, oxirgisi ham. Ana. Ayajonlaringiz? Ha, onam. Onamga buvim. Shu. Hozir yanishmasam, men yoshimdan katta bir 37 yildan beri qilinadi shu narsa. O'shani 22 yildan beri men shu yerda savdo qilaman, pishiraman. Buni ko'rinishini o'zi ishtahani ochib yuboryapti. Ko'rinishi ishtahangizni ochadi-yu.
mazasi xudo xolasa yana borib yeyman deydigan fikrni ham uyg'otadi. Ana bo'lmasa. Mana bu bir donasi. Bir porsiya deyiladi. Bismillah. Buni siri nimada? Qo'lda yeyishdami? Qo'lda yeyilmaydimi? Ana, buni qaylasini qarang, chiroyliligini. Mana. Ana. Vilkachalarni oldik. Qalampirlardan ham. Buni siri mana shu yerda xonim tayyorlanayotgan jarayonda shunda sotilayotgan rassada yeyishdi ekan. O'shanisida. Tatib ko'ramiz. Inshaalloh manzur keladi xudo xolasa. Juda ham mazali. Juda ham shirin chiqqan. Bemalol qo'rqmasdan hech qanaqangi yomon fikrlasiz. Hamma food blogerlarni bemalol kelib mazasini ko'rib, haqiqatni aytishligiga roziman. Ana. Yoqmadi bo'lsa, yoqmadi, zo'r chiqadi, zo'r chiqadi. Bemalol. Lekin bunga hech kim kelib yoqmadi degan o'tib bermagan bo'lsa kerak. Unaqa narsa bo'lmagan. Unaqasi bo'lmagan, alhamdulillah. Menga qalampir rosa ham yoqadi. Qalampir. Achun kesadi-da. O'zbekning ovqatdan boshqa dardi yo'q. Butun dunyo texnika asri, bizda esa hali ham ovqat mavzusi deydigan negativchilar. Ko'ngilni biroz keng qiling. Bu shunchaki Daryoning bitta rubrikasi xolos. Siz aytayotgan ilm, fan, siyosat haqidagi ko'rsatuvlarimiz Daryoning boshqa sahifalarida va unday ko'rsatuvlarimiz ham bor.